Unda sizni ishingizchi? Endi Go'rko'li mana. Kunda kafallik sotadigan g'assol xizmatlari, shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib ketdi. Hoji Akbar akamning ham bir fikrlarini eshitdik shunga. Fikringiz nima Hoji Akbar aka shunda? Endi oldin kapallik sotargan yoki bir g'assolni juda bir nima deyish mumkin? Faqat uyini bilishgan yoki bozorda rastasini bilishgan. Endi hozirgi kunda odamlar aslida sal bo'lsa ham eti junjib, shu odamga ishim tushadi, bir nima degan narsani o'ylash kerak. Publikaga chiqarib, buni bir tijoratga aylantirish meni nazarimda bu. Tam meni gapimni bir noto'g'ri deb o'ylamaydi. Noto'g'ri deb bilaman men o'zim. Endi bilmadim, kimdir ham eti qotib ketadi bu narsalarni ko'rib. Chunki yo'g'uvchilar omonatdor bo'ladi. Ular misol uchun Go'rko ko'rmagan narsani ular ko'radi. Bir xilla bor ota-onasiga qaramay qo'ygan, bir hidlanib, bir nima deyish mumkin, o'qsidiga qorishayotgan odamlarni ko'radi. Ular chiqib turib ota-onasi mana qo'yibdi deyomaydi yoki bir xilla yoturib orqasi yara-chaqa bo'lib ketgan, birov bir kasal bo'lgan, shunaqa narsalarni gapira olmaydi yo'g'uvchi. Bir xil blogerlar boryapti, tikkaziga qanaqa holatni ko'rgansiz deydi. Yo'g'uvchini nima deyish mumkin? Omonatini og'zidan tortib olargan darajada savol berishadi. Bu noo'rin deb bilaman. Unda sizni ishingizchi? Endi Go'rko'li mana o'zingiz guvohsan. 500 ta odam kelsa 500 ta odamni nazari Go'rko'da turadi-da. U do'mboni qilib nomer qo'yib go'ri tekslaguncha boshqa qilguncha nazari turadi. Bu Go'rko har doim janozada nechta odam kelgan bo'lsa, o'shani diqqatida turadigan odam bo'lgan. Shuning uchun biza u diqqatdan olib qochargan yo bir nima qiladigan odam emasmiz. Bizning ishimiz bilan ularning ishini solishtirmaymiz. Biz faqat kafanga o'ranganni ko'rganmiz bo'ldi, o'lgan odamni ko'ramiz xolos. Bo'ldi, u qaziyotgandek har xil holat deydi, bo'lmagan gaplarni odamlarni o'zi uydirmalarni o'zi o'ylab topdi. Shu faqat. Rahmat.